Bilasizmi? Bugun uyingizdan chiqmasdan turib, viloyatimizning iqtisodiyotini yuritayotgan 42 mingdan ortiq tadbirkor orasida o'z o'rningizni qanday topishingiz mumkin? Yoki nima uchun aynan Samarqand xalqaro sarmoyadorlar uchun magnitga aylanib bormoqda? Assalomu alaykum. Statistika oddiy tilda ko'rsatuvining navbatdagi soni. Biz siz bilan Samarqand viloyatidagi biznes demografiyasi, korxonalar olami va xalqaro investitsiyalarning sirli raqamlari haqida gaplashamiz. Samarqand viloyati statistikasi boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-aprel holatiga viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni naqd 42416 tani tashkil etmoqda. Qizig'i shundaki, ularning 84,2%, ya'ni 35724 tasi aynan kichik korxona va mikrofermalardir. Xo'sh, bu korxonalar qayerda joylashgan? Albatta, Samarqand shahri mutlaq yetakchi. Viloyatdagi jami korxonalarning 30,4%, ya'ni 12899 tasi aynan shu yerda. Shuningdek, Samarqand 8,3%, Urgut 7,8% va Pastdarg'om 7,3% tumanlari ham biznes faolligi bo'yicha oldingi o'rinlarda. Lekin ular nima bilan shug'ullanadi? Tadbirkorlarning eng sevimli sohasi hali ham savdo tarmog'i. Jami korxonalarning 35,4% yoki 15 mingtasi aynan savdo bilan band. Ikkinchi o'rinda sanoat 11,5% ni, uchinchi o'rinda esa yashash va ovqatlanish xizmatlari 8,7% ni tashkil etib turibdi. Ushbu 3 ta soha viloyatdagi jami biznesning yarmini tashkil qiladi. Suhbatimizni biznesning shakllari bilan davom ettirsak, bilasizmi, qaysi shakl eng ommabop? Viloyatdagi tijorat korxonalarining salkam 72%, aniqrog'i 25777 tasi mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida faoliyat ko'rsatmoqda. Bu yurtimizda biznes yuritishning eng keng tarqalgan shaklidir. Bugungi kunda viloyatimizda xorijiy investitsiya ishtirokida 711 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Bu o'tgan yilga nisbatan 119 ta ko'p degani. Sarmoyadorlar orasida eng yetakchi o'rinni 213 ta korxona bilan Xitoy egallagan. Umumiy sonning salkam 30% ni tashkil qiladi. Shuningdek, Turkiyada 117 ta va Rossiyada 101 ta yirik korxonalar ham yirik hamkorlarimiz qatorida. Ko'pchilik savol beradi. Bu raqamlar qayerdan olinadi? Hammasi korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri, real vaqt rejimida yangilab boriladigan ulkan axborot tizimi asosida shakllantiriladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, statistika bu shunchaki qog'ozdagi raqamlar emas, bu viloyatimiz iqtisodiyotining haqiqiy qiyofasidir. Bugungi ko'rsatkichlar Samarqandning nafaqat savdo, balki sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida ham naqadar ulkan salohiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Har bir yangi ochilgan korxona, har bir jalb etilgan xorijiy sarmoya, bu yangi ish o'rinlari, yangi texnologiyalar va farovon kelajagimiz sari qo'yilgan navbatdagi qadamdir. Ushbu raqamlar viloyatimizning iqtisodiy barqarorligi va tadbirkorlik uchun ochilgan keng imkoniyatlardan dalolat beradi. Unutmang, raqamlar adashmaydi. Ular faqat haqiqatni aytadi. Keyingi efirlarda ko'rganda ko'rishguncha omon bo'ling.